Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Farsi Trade. Xudo xolasa bugungi videomiz qiziqarli bo'ladi deb o'ylayman. Bugun men hamma yoqda tushuntirib o'taman. Kimman, nimaman, nimaga signal beraman, qanaqa signal beraman, nimaga o'zi вообще bu yo'lni tanlagaman, nimaga binarniy opsionni forex emas. Xudo xolasa har bittasi haqida batafsil gaplashib, qanaqa tochka, qanday to'g'ri tochka topish kerak kirish uchun hammasini birga bir razbor qilamiz. Xudo xolasa video yoqsa like bilan podдержка qilsalaring, bizdan bunaqa videolar ko'proq bo'laveradi. Qancha sizlar like bosib podдержка qilsalaring, shuncha xudo xolasa video darsliklar chiqaramiz. Xo'p, bilasizlar, men ismim Firdavs, 2003-yilman. O'zimda VIP kanalim bor. Ko'rayotganlaringizda mana savdoyimizni ko'rasizlar. Ya'ni VIP kanalimiz uverini aytalaman. Uverini masalan bizdaqa VIP kanal O'zbekistonda yo'q. Bizdaqa plyusavoy, bizdaqa proходимость 90%. Любой narsa, любойga masalan proходимость 90% degani bu 10 ta zilkadan kamida 8 ta 9 ta plus bo'ladi degani. Buni eskidan birga savdo qilayotganlarimiz yaxshi bo'ladi. Shuning uchun kim savdo qilishni bilmasa, kim o'zini bilimiga samnivatsiya qilayotgan bo'lsa, bemalol bizga qo'shilsalaring bo'ladi. Qo'shilish bepul, bilasizlar. Faqat bizni ссылка orqali akkaunt ochib, o'zlaringga deposit qilsalaring, уже qo'shib qo'yamiz. Har kuni birga mana shu VIP kanalda savdo qilamiz. Xo'p akalar, chala olmaymiz. Birinchi zilkamiz USD GPY qaysi biri birinchi kelsa, shunda отработка qilamiz, lekin uverenroq vaqtda USD GPY ga o'xshayapti. Ya'ni USD GPY da kirsak, plus olishimiz 90% ga oshyapti. Nimaga desalaring, bitta ko'rayotganingdek yaxshi urovень bor. Mana ahamiyat bersalaring, mana svechkalar, o'sha svechkalar kuchini yo'qotgan. Svechkalar kuchini yo'qotgani uchun eksperiment qilib qiyin ko'tarilyapti. Xo'p, bitta svechka katta bo'lib ko'tarildi-yu, lekin ob'yomga qarasalaring, ob'yom juda kichkina. Ya'ni bu svechkani ana o'sha razворот bo'lib ketdi. Ya'ni bu svechkani kuchi yo'qligini mana ob'yomda o'zi ko'rsatib qo'yapti. Ko'ryapsizlar o'zlaring qanaqa impuls bilan tushib ketdi. Mayli, bu narsa bizni qo'rqitmaydi. Biz sразу boshqa paraga o'tamiz. Sразу boshqa paraga o'tib, mana AUGPY bundan oldin qarordim. AUGPY qarordim. Hozir AUGPY da отработка qilib sizlarga ko'rsataman 720 ga kelsa. Bitta impuls bersa bo'ldi. Eng ko'p holatda shunaqa ikkita mana keldi. 4 minutga AUGPY pastga keldik. Xo'p, bundan oldin ko'rib oldim AUGPY nimaga отработка qilishimni. Bundan oldin tushuntirganimda mana urovень bor. Mana svechkalarni ko'ryapmiz. Juda kuchi yo'q. Xo'p, tepaga yaxshi itaryapti. Mana masalan katta soya paydo bo'lib tepaga itarib boryapti, lekin ob'yomlarimiz, ya'ni bu svechkani kuchini tasdiqlab bermayapti. Svechka katta, lekin ob'yom yo'q. Bunaqa momentda nima qilamiz? Biz bemalol 4 minutga zilka ochib отработка qilamiz. Sal teparoqda dagon olinadigan joy bor. Ya'ni doim masalan dagonda qanaqa ishlatish kerak desalaring, mana ko'pchilik so'raydi, agar uka dagon qanday ishlatsa bo'ladi? Xo'p, sizlar birinchi momentdan deylik 4 minutga pastga kiryapsizlar. Уже sal teparoqda dagonga urovень bo'lishi kerak. Ya'ni sizlar jicha tepaga chiqsa zilka ochirishlaring kerak emas, sizlar keyingi urovenyni kutib turishlaring kerak. Keyingi urovenyga keldimi, keyingi urovenydan bemalol 4 minutga отработка qilib pul soqqani qilsalaring bo'ladi. Xo'p, nimaga aynan binarniy opsionni? Bilasizlar, men Turkiyada 14 yoshimdan beri ishlayman. Ya'ni ota-onamga yordam bergani ketganman. Oradan 2 yilcha o'tib, hali 18 ga kirmadim, lekin Yevropaga ketishga harakat qilganman. Yevropaga ketishga harakat qilib, vizani pulini berib, hamma yoq qilganimdan keyin kidats qilishgan meni, o'sha viza bo'lmagan, cho'rniga tiqib yuborishgan. Shundan keyin o'sha endi o'zim bitta bas akam bilan ketmoqchi bo'lganmiz. Shuning uchun unga anaqa qilib berishadi, bilasizlar. Masalan, yosh bolani o'zi ketolmaydi. Поручитель qilib uni qo'yishgan, lekin kidats qilgandan keyin o'sha boshim qotib qolgan. Ya'ni nima qilaman endi, qanday pul topaman? Chunki Turkiyada ishlasam $700, $800 topaman, xolos. Bu bilan men uzoqqa bora olmayman deb o'ylaganman. Keyin kech payt istixora namozi bor, hamma biladi. 2 rakat istixora namoz o'qib yotganman. Yotganimdan keyin shu tushimda
Endi hozir ko'pchilik ko'pchilikka bu kulgili eshittirsa kerak. Shunda trenerim o'g'li yonimda turibdi ekan, aytayapti-ki, aka qayerdan buncha pul oldingiz desa, men traderman deyapman ekan. Keyin o'g'anib ketib aytayapman, nima u trading deyapman. Endi o'sha 6 yil oldin bo'layotgan narsa. Nima u trading deyapman. Keyin internetga kirib shu narsaga уже natikatsiya qilyapman, ya'ni shu narsaga yuzlashyapman shu narsa bilan. Undan keyin qiziq bo'lgan, ya'ni birinchi depozitim $20 bo'lgan. Birinchi depozitimda slif $50 qilib keyin slif qilib yuborganman. Ikkinchi depozitim esa $50 bo'lgan, ashuni $30 bo'lgan ikkinchi depozitim. Ashuni $107 ga chiqarganimdan keyin bo'ldi, o'sha o'zim o'ylaganman, bo'ldi, boyib ketdim. Endi qanday boyish, nima deydi, qanday tez soqqa qilish yo'lini topdim deb turib, ustma-ust undan keyin o'sha hatto oson pul ko'rganingizdan keyin odam nima bo'ladi? O'sha o'zini to'xtata olmaydi. Ya'ni oson pul shetda bor ekan deb o'zini to'xtata olmaydi. Men ustma-ust depozit qilib slip. Undan keyin o'sha men kamida 8-9 oy plus qilmaganman. Ya'ni jicha plus qilsam ham slip qo'raman, jicha plus qilsam ham slip qo'raman. Keyin o'sha men endi bilasizlar 2,5 yil minusda yurganman. U charchaganman minusdan, to'g'risi. Men ataylab fabrikaga kirib ishlayman Turkiyada. Ataylab kattaroq vaqtga ishlaymanki, oyligim ko'proq chiqsa, yaxshiroq depozit qilay deb. Oyligim chiqadi, depozit qilaman, slip qo'raman. Oyligim chiqadi, keyingi oyligim chiqadi, depozit qilaman, slip qo'raman. Shu narsadan o'sha charchaganman. Dagon oladigan o'xshayapti sifatda. Chiqisi yo'q. Ko'ryapsizlar, oxirgi sekundda anaqa qildi. Kecha ko'proq vaqt summaga olib berdi. Oxirgi sekundda probitsiya qilib anaqa qilib berdi. Keyin o'sha o'zimga targoviy plan qilishni boshlaganman. Ya'ni targoviy planning nimadan iborat desalar, ham bugun har kuni kiraman, 3 ta plusgacha ishlayman. To есть bugun 3 ta plus qilyapman. Deylik, har bitta zelkamga $10 dan kiryapman. Har bitta zelkamga $10 dan kiryapman. Plusmi? Ya'ni plus bo'lsa, o'sha bitta deydi 82% bo'lganda $8.2. Ya'ni 3 marta plus olsam, o'sha $25 pulim bor. $25 qilib chiqib ketyapman. O'sha o'zimga targoviy plan qilyapman. Ya'ni 3 ta kuniga 3 ta plus qilaman xolos. Minuslarim ham qanaqa? Endi 3 ta plus degani 3 ta ustma-ust plus emasda, ko'pchilik noto'g'ri tushunishi mumkin. Masalan, $10 deylik, $10 minusga kirsa, ikkinchi zelkani $15 ga ochaman masalan. $15 ga ochamanki, bu plus, mana plus bo'lganda mana $10 ma qaytaray, ustidan yana bir $2 cha pul ishlab olay. Ashnaqa, ya'ni ustma-ust 3 ta plus degan narsa yo'q. Ko'rayotganingdek hali tushuntirdim, ya'ni dagon degani bu mana dagon olamiz deganda, xo'p, men birinchi urovingdan kirdim, masalan, birinchi urovingdan kirdim, minus bo'ldi, ko'rdinglar, oxirgi sekundda anaqa bo'ldi. Dagonda aytganimdek, maytdan olmaymiz, dagon uchun biz o'sha ikkinchi urovingni kutib turamiz. Ikkinchi urovingga kelsa, mana dagon olib turib, bemalol uverenda plus olamiz. Ya'ni bu narsa kirib turib faqat plus olmaydi. Ya'ni faqat plus hech kim olmaydi akalar. Bilasizlar, biz masalan shuncha plus olamiz, shuncha zo'r ishlaymiz. Yaxshi ishlasak ham bizda ham minus bo'ladi. Endi to'g'ri, ustimiz 3 ta 4 ta minus bo'lmaydi, lekin bizda minusovoy zelka bo'ladi. Ya'ni bu degani minusovoy zelka bo'ldi degani bo'ldi, sizda ishni eplolmayapsiz ekan yoki siz ishlatayotgan strategiya to'g'ri kelmayapti ekan. Unaqa narsa emas akalar. Prosta bozor har doim biz aytgandaqa yurib bersa, men masalan hozir o'zimni masalan bilimimga 100% ishonaman, to'g'rimi? Lekin men bozorga xuddi shu bozorga o'zimni bilimimdaqa ishonganimda, men $1,500 emas, zelkaga $3,000 dan kirardim. Masalan, chunki faqat plus bo'ladigan bo'lsa, meni bilimimga tayangan holda. Lekin bu bozor xohlagancha yurib beradi. Ya'ni siz zo'r o'zingizga strategiya toping, bugun 10 ta plus olib bersangiz, shu strategiyangiz ertaga shu strategiya orqali katta pand yeyishingiz mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lib, masalan, ko'pchilikning xatosi nima? Ko'pchilikning xatosi deylik, mana men doim masalan bitta narsani ko'rsatib o'taman, qaranglar. VIP kanalimda kecha mana aytayapman, qaranglar. Assalomu alaykum, aka, boshlaymiz. Bugun dushanba, riskni tushiringlar deyapman. Ya'ni men hamma yoqda oldindan sizlarga aytib qo'yapman. Bugun risk qilinadigan kun emas. Bugun
katta summaga kiradigan kunbas. Masalan, streamimni ko'rayotganlarda ham aytaman, akalar, stream qilyapman, bozor kech payt, risk qilmanglar deyman, lekin odamlar baribir risk qilaveradi. Shu orqali pand yeydi. Masalan, qanday pand yeydi desangiz, to'g'ri, biz ustma-ust 3 ta 4 ta minus bermaymiz. Biz masalan doim bitta minuslarga перекрытие qilamiz ko'p holatda. Ya'ni 100 ta minus olsak, ya'ni 100 ta minusовой сделкамizdan общий hozir bir minut akalar. 100 ta minusовой сделкамizdan общий 98 tasi desa ham bo'ladi. O'sha ikkinchi marta minus olmaymiz. Ya'ni minus olyapmiz, orqasidan sразу ketma-ket pluslar olamiz. Ora-sura endi bitta parada dagon olganimizda ikkita minus bo'lib qolishi mumkin. U ham juda kam uchratiladigan narsa. Prosta ko'pchilik ishonadi-da, masalan, to'g'ri, masalan, signal yomon emas, yaxshi beramiz. Shuning uchun ko'pchilik ishonib normal risk oladi, lekin men sizlarga risk olmanglar deb turgan paytda risk olsalaring bu jicha xato narsa-da. Albatta juda ehtiyot bo'lib, juda sekin ishlash kerak akalar. Bu bozor hech qachon hech qayerga ketib olmaydi. Ya'ni bozor yopilib qolib, siz pul ishlamay qolmaysiz. To есть shuning uchun ya'ni ko'ryapsizlarmi, kiryapsizlarmi, настроение yo'qmi? Ya'ni ishlagani nastroy yo'qmi? Prosta damni olish kerak akalar. Ya'ni bugun kirib, bugun hamma pulni olib chiqib ketaman, bugun hozir akalar. Bugun foyda qilib olishim kerak. Ya'ni kimdir bor, masalan, deylik bugun deylik $100 foyda qildi, keyin yana $20 minus qilib qo'ydi. Ya'ni общий foydasi bugun $80 bo'lsa ham siqilib o'tiradi. Bu batda uzoqqa qarash kerak. Siz yo'qotgan $20 emas, siz topgan $80 qarashingiz kerak. Meni eng katta xatoyimdan bittasi qanaqa bo'lgan? Men masalan kecha masalan bugun kiryapman, bozorda $15 foyda qilgan bo'lsam, kecha $40 topganman, bugun ham $40 topishim kerak. Shunaqa narsa, o'zimni shunaqa narsaga nastroy qilib qo'yganman. Eng katta xatoyim shu bo'lgan. Eng katta xatoyim shu bo'lgan akalar. Bitta bosib kirishimizga. Bosib yetib olay. Tepa chiqdi. Bu narsa ishtimi emas. Hozir sal 2000 teparoqqa chiqsa 2000 degani dagon olib, chunki impuls bitta ko'ryapsizlar. Juda katta impuls bo'lyapti. Xo'p. Nimaga men bitta zelka oldim? Nimaga AUJBY bitta yana zelka oldim? Buni oldindaqa. Chunki o'sha уровеньga tegib bo'lgandan keyin, ya'ni bittada mana qaytyapti, pastga tushib ketdi, keyin yana qaytib kelib tushib ketishi juda kam ehtimol narsa. Bu o'sha tushgandan keyin kamida yurib beradi, ya'ni birinchi уровеньgacha yurib beradi, keyin уровеньdan yana qaytib ketishi mumkin. Lekin o'sha уровеньga kelib turib, bitta pastga chiqib turib, tushib turib, bitta switchga keyin yana qaytib berishi juda ehtimoli kichik narsa. Yana bitta bokovikka qolib ketdik shekilli. Ungacha biz boshqa yaxshiroq уровень topamiz, yaxshi bozorda volatillikni ko'ryapsizlar, 5 minutlikda o'zlaring. Ya'ni xuddi mana unda bo'layotgan narsa mana уровеньga tegib tushdi, kamida pastdagi, ya'ni masalan maksimumga tegib tushib ketyapti, kamida pastdagi уровеньgacha tushib beradi. Tushib bersa, pastdagi уровеньdan keyin qaytib ketishi mumkin. Lekin o'zidan o'zi masalan biz ochdikga masalan tushib beryapti, bitta switchga, keyingi switchga chiqib, yana tepaga chiqib berishi juda ehtimoli qiyin narsa, chunki biz bundan oldin ko'rganimizdaqa ob'yom switchkalarga qarab, ya'ni 5 minutlik switchkalarga qarasak, batta juda zaif, ya'ni katta emas. Katta soya tashab, ob'yom tashab bergan. Video yoqyapti degan umiddaman, to'g'risi agalar, anchadan beri shunaqa video olmaganim uchun jicha gap topolmay qolyapman, lekin keraklicha tushuntirdim degan umiddaman. Albatta yana $1000 ishlab qo'yaman. Yana $1000 ishlab qo'yaman. Shu bilan kech paytgi sessiyaga tayyorgarlik ko'rgani chiqib ketaman. Xo'p. Shu yerga kelsa o'zi bayga zelka ochimdan bilasizlar, mana shu yerdan bitta bay olib berardim. Shunaqa gaplar akalar, o'rganish qiyin emas, oson. Ko'ryapsizlar, 100 yil analiz qilmayapman, 1 sekund analiz qilyapmiz.
1 sekund analiz qilyapmiz. Bitta tepaga chiqib ber 2 punkt. Yana endi 2 minut tepasiga kiramiz. 2 sekund kerak bo'lsa analiz qilyapmiz. Shunga kirib foydamizni olib ketyapmiz. Ya'ni ko'pchilik bu narsani qiyin narsa, o'rganish qiyin, yillar ketadi. Shuncha pul bersang o'rgataman. Unaqa narsalar to'g'risi ishongani kerak emas. Xo'p, ko'ryapsizlar, svechka katta, lekin ob'yomimiz, to'g'ri ob'yom katta, lekin bu svechkachalik emas. Nimalikda katta qizil svechkani ham ko'ryapmiz. Mana slabo svechkalarni ham ko'ryapmiz, kichkina. Ya'ni bunaqa slabo svechkadan keyin bozorimiz tepaga chiqib ketishi juda qiyin narsa. Bitta tepaga otilib bersa ham birinchi urovingdan bemalol yoqasidan ushlab atrobutkasini qilib olsak bo'ladi akalar. Mana ko'rayotganlaringdek kirgan joyimizdan mana 3 ni ushladik, kirgan joyimizdan tushib ketyapti. Yana bitta tushuntiraman akalar. Xo'p. Maytdagi svechkalarda ko'ryapmiz akalar, ya'ni bozor joyida qolib ketgan. Deylik bitta katta svechka paydo bo'lyapti yashilda, lekin ob'yomga qarasak, ob'yom u darajada katta emas bu svechkaning kattasichalik. Bunaqa momentda biz nima qilamiz? Birinchi urovingdan, ya'ni ko'pchilik ahamiyat bermaydi mana bunaqa joylarga. Ko'ryapsizlar, biz xuddi shu joydan mana oldik. Tengiga tashlab berdik, to есть ushadik, bir punkt tepaga ham yurgani yo'q. Shunday biz ushlagan joyimizdan tushib ketdi akalar. Yana bir bor ko'rsatib o'taman akalar, VIP kanalga qo'shilish bepul. Faqat biz ссылка orqali akkaunt ochib, o'zingiz qilsangiz qo'shib qo'yamiz. Har kuni biz bilan sizga bitta bilim kerak emas, kompyuter kerak emas. Prosta O'zbekiston vaqti bilan 6:30da kirasiz, bozorda kutib o'tirasiz. Biz o'zimiz signallar beramiz, soqqani qilib chiqib ketasiz. Kimga qiziq bo'lsa, har kuni kech payt 9:30da O'zbekiston vaqti bilan streamimiz bo'ladi. Hafta ichi 7 kunmi, 6 kun, ya'ni shanba kundan tashqari bemalol kirib ko'rsalaring bo'ladi. Hammaga rahmat. Kimga video yoqqan bo'lsa, iltimos like bosib qo'ysalaring, bunaqa videolardan ko'paytirib turamiz inshaalloh.